rasmga mana bu hozirgi holati. Mana hamma ustalarni olib kelib obodonlashtirish davlatimizga, xalqimizga ozod Alloh uchun obod qilish maqsadimiz. Maqsad obod qilish. Mana hozirgi holati bu. Mana bu yerda xumlarni, shag'allarni tushirdi. Mana bu yerda mana musullar, mana hamma yoq mana. Mana bu musullar tashashgan mana. Hamma yoq musul mana. Mana bu musullar yotibdi. Mana hamma yoq mana. Ustalarni olib keldi mana hozir. Yashil hudud qilib, daraxtlar ekib, gullar ekib, ariqlar olib, obodonlashtirib, masjidga O'zbekistonimizga o'zimizni hissamizni qo'shish. Mana ko'ringlar. Bu yerdan poyezd yo'l o'tadi. Mana sen bo'lsang, o'raman, lapat.